Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Bu murojaatim prezidentimiz prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga. Men Buxoro viloyati Romitan tumanida yashayman. Hozirda sog'ligim yo'qligi tufayli men больницада lechение olib davolanyapman. Men bola pul olasdim qizimga. 138 ming qilib qo'yilgan. Erim xorijga ketganligi uchun. Erim o'zi olib 5 oydan beri pul bermagan. Bo'lsa to'g'ri. Osta kesiladimi bola puli? Mani uy sifat bo'lmasa, shu yil bilan ustimdan suv o'tib yomg'irlarga raso bo'lgan bo'lsa, mahalla bordim, yordam beringlar ustini yopishga. Men oshxonada turaman o'zim. Oshxonada turaman. Na remonti uyimda, na remonti bor, na usti yopiq. Andavasi bilan devorlar to'kilib, yiqilib yotibdi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Siz chiqargan bironta qonun ham ishlamaydi, qaror ham ishlamaydi. Bir befoyda hamma qonunlar, hamma qarorlar. Mayli men peshonamdan o'tsinlar. Haqqat yo'q. Na hokimda haqqat bor o'zi, na mahallada, na mahalla yettiligida, na boshqasida. Hech qayerda haqqat yo'q. Yo'q.